Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Sosfi degan tog'liq kentda. Bu tog'liq kentga odatda yilda bir ikki qitim kelamiz, bo'libmi qish faslida. Chunki bu tog'liq kentning dengiz yuzidan egizligi 1800 metr keladi. Ammo bu yerdan 3500 metr egizlikcha chiqib, shu yerdan qartayilimiz. Ondan atrofda 4000 metrdan oshadigan cho'qqilar xeyli ko'p. Shunga odamga boshqacha bir xil zo'q beradi. Bugun tushdan burun shundoq yaxshi chang'a teyildim. Tünögün hava faqat yaxshi emasdi. Bugun shukr Alloh shundoq yaxshi bo'ldi. Tushdan keyin mana shu fursatdan foydalanib, oldin tayyorlab kelgan bu kitobdan sizlarga bir asar o'qib beray dedim. Ya'ni o'ylanish ichida ilgirlash degan kitob. Diqqatingizga sunmoqchi bo'lganim Qayyum Qurban akaning Uyg'ur madaniyati tadqiqotining peshvosi Abdushukur Muhammad Emin sarlavhalik maqolasi. Bilasizlar, bu yil, ya'ni 2025-yil 27 fevral mərhum alimimizdən ayrılğanımızga dal 30 yıl bo'ladi. Shu sabablik men ikkinchi oyni Abdushukur Muhammad Emin iyi deb o'ylab bu oyda faqatlam mərhum alimimizning asarlarini o'qidim. Ya'ni mərhum alimimizning Uyg'ur tibobatchiligi tarixi haqidagi cho'ng hajmlik asarni 3ga bo'lib o'qib berdim. Bugun mərhum alimimizning vafoti munosabati bilan huzurlarga bu asarni sunaman. Uyg'ur madaniyati tadqiqotining peshvosi Abdushukur Muhammad Emin. Qayyum Qurban. Oldi bilan avtor haqida qisqacha o'qib o'tay. Avtor haqida Qayyum Qurban 1936 yili Uchturpan nahiyasining Aqyar yezisida tug'ilgan. 1956 yili Sobiq Xinjiang institutining siyosiy ma'rif fakultetini bitirgandan keyin maktabning o'ziga elib qilingan. 1992 yildan boshlab Xinjiang universiteti ilmiy jurnalida muharrir va muavin mudir bo'lib ishlagan. 1996 yili pensiyaga chiqqan. Mayana sel qisqartitay. Qayyum Qurban Abdushukur Muhammad Eminga beg'ishlangan bu maqolani yozishdagi sababini ataqliq olim professor Abdushukur Muhammad Emin vafotining 2 yillik munosabati bilan deb tushuntirgan. Ya'ni mazkur maqola 1997 yili e'lon qilingan. Bugun mərhum alimimizdən ayrılğanımızga 30 yıl bo'lgan bugungi kunda bu maqolani sizlarga o'qib o'ltiribdiman. Xo'sh, boshlaylik. Uyg'ur xalqining zamonimizdagi atoqliq olimi, yetilgan muarifchi, talantliq adib, istidodli professor Abdushukur Muhammad Emin 1995 yil 2-oyning 27-kuni vafot bo'lgan edi. Uning vafotining 1 yilligini xotirlash munosabati bilan Xinjiang Ma'arifi gazetining 1996 yili 9-yanvar kunidagi sonida mening ilm osmonida parvoz qilgan Qiram Burkut nomli maqolam va Xinjiang universiteti ilmiy jurnalining 96-yillik 1-sonida Kurash Mahmudjon bilan Sherin Qurbonning g'oya, izdinish, muvaffaqiyat nomli zo'r hajmlik ilmiy maqolasi e'lon qilinib, Abdushukur Muhammad Eminning qisqacha tarjimali, ijtimoiy faoliyatlari, o'qitish, ilmiy tadqiqot, badiiy ijodiyat va tarjima sohasida qo'lga keltirgan zo'r muvaffaqiyatlari e'lon qilgan asarlarning katalogi bo'libmi uning Uyg'ur madaniyati tadqiqotchiligi jihatdagi o'chmas to'kpilari tonishtirilgan edi. Ilm-fanning yuksak cho'qqisiga o'rlab ajoyib zo'r karomat ko'rsatayotgan bu qaysar azimatdan ayrilib qolganimizga 2 yil bo'lib qoldi.
Bu yıl 30 yıl bo'ldi. Onun vafatının 2 yıllıqını xatirləş və onunğa bolğan çonqur sevginiş hissiyatımızı ifadələş yüzüdən bu maqalimizdə onun tədqiqat temalarının asasi məzmuni üstüdə nuqtuluq mülahizə yürütməkçimiz. Abdüşkür Muhammed Emin ilmiy tədqiqat sahasida mol məhsulat yaratıb, alayida töhfə yaratqan danlıq tədqiqatçı. O başlayan ilmiy tədqiqat insaniyyət mədəniyyəti tarixinin unutulub, kömülüb qelish aldıda turğan və Şərq mədəniyyəti bilən Ғərb mədəniyyətini birləşdirib tədqiq qilishning g'ol bir tarmıqı bolğan O'rta Osiyo mədəniyyəti bo'libmi Uyg'ur mədəniyyəti tarixidan iborat bo'ldi. Ayni vaqtda bu texi to'liq echilmagan bir xazina edi. Ayni vaqtda bu texi to'liq echilmagan bir xazina edi. Abdüşkür Muhammed Emin qadimki O'rta Osiyo xalqlarining, bo'libmi Uyg'urlarning yiroq o'tmishdan buyanqi madaniyat boyligini, uning O'rta Osiyo madaniyati, jumladan Türkiye xalqlar madaniyati tarixida tutgan namunalik yadroliq o'rnini O'rta tuzlanlik madaniyatining taraqqiyotiga ko'rsatgan ijobiy ta'sirini amaliy paket va nazariyaviy asoslar bilan yo'rtib berishni o'z tadqiqotining nishoni va tub vazifasi qildi. Bu yana qayta bir o'qib beray. Bo'libmi Uyg'urlarning yiroq o'tmishdan buyanqi madaniyat boyligini, uning O'rta Osiyo madaniyati, jumladan Turkiy xalqlar madaniyati tarixida tutgan namunalik yadroliq o'rnini, O'rta tuzlanlik madaniyatining taraqqiyotiga ko'rsatgan ijobiy ta'sirini amaliy paket va nazariyaviy asoslar bilan yo'rtib berishni o'z tadqiqotining nishoni va tub vazifasi qildi. Bu ish uchun u o'zining butun zehniy quvvati va yurak qinini sarf qilib, barliq vaqtini tinim topmay o'rganish, izdinish, fikr qilish, yezish bilan o'tkazdi. Uning o'zgacha shakllangan kuchli xarakteri, harmay talmay tirishib o'rganish ruhi, milliy madaniyatni yuksaltirish yo'lida barliqini beg'ishlashdek fidokorona xislati va o'tkir zehniy quvvati uni son va sifat jihatda yuqori saviyadagi zo'r bir turkum ilmiy va badiiy asarlarni yaratish imkoniyatiga ega qildi. Abdüşkür Muhammed Eminning ilmiy tadqiqot faoliyati uning Xinjiang instituti ilmiy jurnalining 1956-yildagi 3-soniga besilgan Uyg'ur xalqining 11-asrdagi 2 buyuk olimi Xanzucha tarjimasi shu jurnalning Xanzucha 4-soniga besilgan degan tunji ilmiy maqolasi bilan boshlangan edi. 23 yoshlik muallifning Yusufxas Hojib bilan Mahmud Qashqariyning yashagan davri, ko'z qarashlari va tarixiy to'hfalari bayon qilingan bu ilmiy maqolasi Xinjiangdagi Uyg'urlar orasida Qutatqubilik va Turk tillar divani to'g'risidagi chorak asr ilgari boshlangan tadqiqotining dastlabki natijasi bo'lib qolgan edi. Biroq Abdüşkür Muhammed Emin o'zining ilmiy tadqiqotini boshlab uzoq o'tmayla ayni chog'dagi bo'ron chapqunliq siyosiy vaziyat tufaylidan xeyli uzoq bir mezgilgacha asar e'lon qilish huquqidan mahrum qilindi. Faqat 1980-yildan boshlabla uning asarlari har qaysi nashriyat va gezish jurnallarda orqa-orqadan e'lon qilinishga boshladi. U umrining qisqagina musofasida 30 parchaga yaqin kitob, 200 parchadan ortiq ilmiy va adabiy maqola, 50 parchaga yaqin nasr, 2000 parchadan ortiq she'r, 2 kino ssenariysini e'lon qildirdi. Boshqa tillardan
8 parça kitap ve neçe o'nlagan şiirlarını tercüme kıldı. Onun soğuk boğandakin pələk kiyivasam. Onun 20 parçadan artıq ilmi makalesi türlük makaleler toplamlarına kirgizildi. 35 parça ilmi makalesi ve 3 parça kitabı Xanzuchaga tercüme kılınıp Xanzucha matbuatlarda e'lon qilindi. Onun yana bir muncha asarlari Yapon, O'zbek, Qirg'iz tillariga tercüme kılınıp Yaponiya, O'zbekiston, Qirg'iziston matbuatlarida e'lon qilindi. 2 parça kitabı ve bir qancha ilmiy maqolasi mukofotlandı. Afsuski Abdushukur Muhammad Emin Turan Tarihi namlıq 9 tomluq ilmiy emgekining 1 ve 2 tomlarını yezip tamamlagan bolsumu, qalgan tomlarını bütközelmey kaldı. Farabi namlıq romanı bilen Analitik Poetika namlıq kitabını yezip yerimlaştırgan bolsumu, ahırlaştıralmadı. Bədii icadiyyatdagi ayollar tasviri meselesi toğrısıda, Sıktaylarının metalçılık, hüner, sən'iti toğrısıda, O'rta Asiyalıqlarının ən'ənevi kişilik turmuş qarışı toğrısıda mülahize. Qatarlıq 10 neçə parça ilmi maqalası yezilip tamamlangan bolsumu, e'lon qilinishqa ulgurmay original betqib qaldı. Bu tilga ilingan bir neçə maqalalar keyin e'lon qilindi. Yani merhum alimimiz vafotidan keyin Yalqın Rozi qatarlıq kishilarimizninki tökpisida matbuatlarda e'lon qilindi, kitaplarga kirgizildi. Kitap o'qish munbirimizda masalan badiiy ijodiyatdagi ayollar tasviri masalasi to'g'risida namliq asrini o'tganda o'qib bergandim. Bir anglasanglar bo'ldi, texi anglamagan bo'lsanglar. Xo'sh, asar qaytib kelay. Abdushukur Muhammad Eminning tadqiqot temalarining chetilish doirasi nihoyat keng. Mazmuni intayin mo'l bo'lib, u asosan falsafa, estetika, til, adabiyot, san'at, tarix, jamiyatshunaslik, turkologiya, arxeologiya, etnografiya, jug'rofiya, din, muarif, etika, folklor, tibobatchilik qatorliq ko'p taraflimilik sohalarni o'z ichiga olgan. Abdushukur Muhammad Eminning tadqiqot temalarining asosiy nuqtalarini uning e'lon qilingan asarlarda markazlik ifodalangan mazmunlarga asosan tövandagi 6 turga yig'inchoqlab ko'rsatmoqchimiz. Ya'ni bu 6 tur mayaga xotirlab olgandim. Bu 6 nuqtani oldin bir sharhlab o'tsam, birinchi nuqta Uyg'ur falsafa ideya tarixiga doir tadqiqoti. Ikkinchi Uyg'ur klassik adabiyoti tarixiga doir tadqiqoti. Uchinchi Uyg'ur muqam san'atiga doir tadqiqoti. To'rtinchi G'arbiy diyor Toshkemir san'atiga doir tadqiqoti. Beshinchi Uyg'ur millatining ma'naviy illatlariga doir tadqiqoti. Oltinchi yangi qarash, yangi nazariyaviy yakunlari. Xo'sh, tövanda bularni bir-birlab ko'rib o'taylik. Birinchi, Uyg'ur falsafa ideya tarixiga doir tadqiqoti. Hozirni va kelgusini bilish uchun o'tmishni ro'shanlashtirishga to'g'ri keladi. Bu bir zaman izchilligi hukmidir. Mushu hukm bo'yicha qaraganda dunyoda haqiqiy ma'nodagi o'lgan millat, ya'ni etnik gavda va yo'qolgan madaniyat mavjud emas.
Abdushukur Muhammad Imin ilgari kishilar tarafidan ko'milgan, yo'qolgan deb qarilib kelgan ashu O'rta Osiyodagi qadimki insonlar turkumi va ularning madaniyatini oydinlashtirish uchun oldi bilan uning muhim bir tarkibiy qismi bo'lgan O'rta Osiyo falsafa ideya tarixining yiroq manbalaridan toki yaqinqi zamon namoyandlarigacha cho'nqir izlanib, O'rta Osiyo madaniyat chambari ichidagi Uyg'ur falsafa ideya tarixidan iborat bu muhim nuqtani tepib chiqdi. U Abu Nasr Farabi, Yusuf Xos Hojib, Mahmud Qashqari, Alisher Navoiy qatorliq vakil xarakterlik mashhur faylasuf, mutafakkurlarning falsafa ideyalarini nuqtaliq tadqiq qilib, Uyg'ur falsafa ideya tarixiga doir tadqiqot tizislari, ya'ni bu Amanulloh apandi bilan birlashib yozgan. Farabi falsafa sistemasining tarixiy qimmati, Farabi va uning falsafa sistemasi, Uyg'ur falsafa tarixidan umumiy bayon, Yusuf Xos Hojibning tabiat falsafasi qarashlari haqida, Alisher Navoiyning falsafa qarashlari ustidagi izdanish qatorliq ko'plagan ilmiy asarlarni yozib, Uyg'ur falsafa ideya tarixining butun taraqqiyot jarayonini yo'ritib berdi va noqul islomiyatdan keyingi davr bilan cheklab qo'yilgan Uyg'ur falsafa ideya tarixining boshlanishini islomiyatdan ilgirki davrga, hatto uningdanmi ilgirki ibtidoiy kishilik qarashlari davrigacha surdi. Uning bu sohadagi tadqiqoti mamlakat ichi va sirtida xeyli zo'r ta'sir qo'zg'adi. Buningda Abdushukur apandi insoniyatning butkul bilish tarixida, fan madaniyat va falsafa tarixida o'chmas to'hfa yaratgan ulug' mutafakkur Farabini tadqiq qilishni bo'sish eg'izi qildi. Chunki Farabi to'g'risidagi tadqiqot Jungodagi ba'zi osonliq millatlarning falsafa ideya tarixini, O'rta Osiyo madaniyati tarixini ro'shanlashtirishdagi muhim temalarning biri edi. Abdushukur apandi Farabi haqida e'lon qilgan bir muncha ilmiy maqolalar asosida Farabi va uning falsafa sistemasi degan kitobni yozib, Farabining yashagan davri, ilmiy faoliyatlari, falsafaviy ta'limotlari, bu ta'limotlarning manbalari, Farabining madaniyat tarixiga qo'shgan ulug' to'hfalari, Farabi falsafa sistemasining tarixiy qimmati va tarixiy taqdiri qatorliq masalalarni oydinlashtirib berdi. Shuning bilan u Farabining falsafa sistemasidagi tarqoq ideyalarni bir-biriga ugi-ugalari bilan kirishtirib, uni bir yiltizdan shoxlangan bir butun gavda holatiga keltirdi. Ham Farabining faoliyatlari, falsafaviy ta'limotlari va ilmiy meroslarini tadqiq qilishning umuman Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning madaniyat tarixini, O'rta Osiyo va islomiyat davridagi sharq madaniyat uyg'onishi tarixini, bo'libmi materialistik xohishdagi fikr iqimining O'rta asr islomiyat dunyosidagi shakllanish, rivojlanish tarixini, uning murakkab tarixiy muhit ichidagi ifodalanish shakllarini va aloyiliklarini o'rganish va ro'shanlashtirishdagi g'oyat zo'r ahamiyatini ko'rsatib berdi. Shunga uning Farabi to'g'risidagi tadqiqotini davlatimizda mushu tema bo'yicha elib berilayotgan tadqiqotning muhim muvaffaqiyati bo'ldi deyishga bo'ladi. Abdushukur Muhammad Imin yana falsafaning muhim tarkibiy qismi bo'lgan estetika sohasidami keng tadqiqot elib berib, umumiy estetika, qatlamliq estetika degan yirik kitoblarni va bir muncha ilmiy maqolalarni e'lon qildi. U bu asarlarda estetika nazariyasini, go'zallik nazariyasi, estetikalik uqum nazariyasi, san'at go'zalligi nazariyasi, estetika kategoriyalari nazariyasi, estetikalik tarbiya nazariyasi, estetika tarixidagi har qaysi mazhab iqimlarning estetika nazariyalari qatorliq
nuqtalar bo'yicha bayon qilib, bir butun estetika sistemasini shakllantirdi. Ham güzellik ve güzellik hadislerini etnologiyalik güzellik, estetiklik güzellik, estetiklik terbiye, insan güzelligi, manevi güzellik, iqtidar güzelligi, zoq ve baha qatarlıq qatlam ve tarmaqlarga ayırıp, onu öz süpti bilen alohidaligi bo'yicha konkret sharhlab, qatlamliq estetika nazariyasini o'tirg'a qo'ydi. İkinci, Uyghur klassik edebiyat tarihiga dair tadqiqotdi. O'rta Osiyo madaniyat tarixining yana bir muhim tarmoqi Uyghur klassik edebiyati tarixidir. Uyghur klassik edebiyati Yipak yo'lidagi bebaho boyliq bo'lib, u Uyghur xalqining ma'naviy xazinasi va uning tarixiy qatlamlarini, shundaqla Sharq va G'arbning taraqqiyparvar an'anaviy fikrlarining Uyghur ruhiyatidagi izchil ifodalarini yo'ritishda nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Qoldir palay bo'lgandan keyin ayırmak tezkiratı oy. Bundaq çaplışıb olmam var deymi? Xoş, yani biraz qısqartib etay. Abdüşkür Muhammed Emin Uyghur klassik edebiyatının her qaysi tarihi davrlarda meydan kelgan ve her qaysi ilmi iqimlarga mansub bo'lgan aşu alim adiblarning ijodiy faoliyatlarini ham ularning badiiy iqtidorining ko'rinarlik mahsuli bo'lgan aşu bir qator nasriy va nazmiy asarlarni atrofli va cho'nqur tadqiq qilib, nurg'unlagan qimmatli ilmiy asarlarni e'lon qildi. Yani biraz qisqartib etay. Abdüşkür Muhammed Emin Uyghur klassik edebiyatının her qaysi tarihi davrlarda meydan kelgan ve her qaysi ilmi iqimlarga mansub bo'lgan aşu alim adiblarning ijodiy faoliyatlarini hem ularning badiiy iqtidorining ko'rinarlik mahsuli bo'lgan aşu bir qator nasriy va nazmiy asarlarni atrofli va cho'nqur tadqiq qilib, nurg'unlagan qimmatli ilmiy asarlarni e'lon qildi. Uyghur edebiyatı tarihiga dair tadqiqot tezislari, Uyghur edebiyatı tarihi darsliki programmasi, Farabi şiirlerden namuna, O'rta asr ve Uyghur madaniyatining umumiy qomusi Qutatqu bilik, Pütmas, tugumas boyliq ve abadiy yodgorlik, Yipak yo'lidagi bebaho go'har Uyghur edebiyatı qatarliq bu yerda xeyli ko'pga tizimliklar, shunga sil qisqartib etay, qatarliq asarlarni mushu temaga doir yozilgan asarlarning nihoyatmi oz bo'lgan bir qism vakili sifatida ko'rsatishga bo'ladi. Abdüşkür Efendi bu asarlarda Uyghur klassik edebiyatining etnik manbalari, janrlari, mazmunlari, badiiy shakllari, uslubi, ifodalash vositalari, tarixiy iqimlari, har qaysi tarixiy davrlardagi asosliq namoyanlari va Turkiy xalqlar adabiyoti tarixida tutgan yetakchilik o'rni qatorliq masalalarni yo'ritib berdi. Shuni alohida ko'rsatib o'tishga to'g'ri keladiki, Abdüşkür Muhammed Emin o'zining Uyghur klassik adabiyoti tarixi ustidagi tadqiqotida Uyghur edebiyatı ve medeniyeti tarixidagi tangdoshsiz azimatlardan bo'lgan Yusuf Xos Hojib, Alisher Navoiyni ve ularning asarlarini tadqiq qilishni asosiy nuqta qildi. Bo'libmi uning Qutatqu bilik to'g'risidagi tadqiqoti alohida cheliqarliq bo'ldi. Abdüşkür Efendi o'zining Qutatqu bilik haqida e'lon qilgan nurg'unlagan ilmiy maqolalari va keyingi tadqiqoti asosida Qutatqu bilik xazinasi degan cho'ng tipdagi asarni yozdi. Mayani mosal qisqartib etay. Qisqasi Qutatqu bilik xazinasini Qutatqu bilikka doir barliq ma'lumotlarni o'ziga to'liq mujassamlashtirgan cho'ng xazina,
qomus va madaniyat binokorligi deb atashqa bo'ladi. 3-nuqta. Uyg'ur muqam san'atiga doir tadqiqoti. Uyg'ur muqamlari o'zining manba iqimlari, al-nag'ma va klassik shakllari, badiiy tuzilishi va qimmati jihatdan ajoyib cho'ng xazina bo'lib, u butkul Uyg'ur madaniyati tarixida yaratilgan Uyg'ur klassik adabiyoti xazinasi, Uyg'ur Budda monizm tasviri san'at xazinasi va Uyg'ur muqamlari xazinasidan iborat uch cho'ng xazinaning biri hisoblanadi. Abdushukur Muhammad Emin Uyg'ur muqamlari bo'libmi klassik 12 muqamning musikalari, naqsh usullari, ritm, udar, vaznlari, she'riy tekstlari, klassik shoir va muzikantlarimizning Uyg'ur muqamlariga ko'rsatgan ta'siri va qo'shgan to'hfalari haqida jafoliq tadqiqot ilib berib, Uyg'ur klassik muzikasi 12 muqam haqida, Aman Nisoxon va 12 muqam haqida, Uyg'ur klassik muzikasi 12 muqam va xalq ig'iz adabiyoti masalalari qatorliq ilmiy asarlarni e'lon qildi va shu asosda Uyg'ur muqam xazinasi degan cho'ng tipdagi kitobni yozib chiqdi. Mao yandan ancha-muncha odamlar o'tadigan bo'g'ashqa birsining ishti kelib qarab turdi menga. Egisi bilan kessin. Mayada ma'u mayl ilmiy asarlar bo'lsin yoki kitoblarninki ba'zida ismlari bak uzunken, shunga shu yerdan tanlab o'qib berdim. Chunki o'zim o'qigan vaqtimda azroq sizib qo'ygandim, shunga tanlab o'qildi. Albatta Abdushukur Muhammad Emin asarlari katalogi ba ijtimoiy taratqulardan topa olasizlar. Davomlashtirib. Abdushukur Muhammad Emin Uyg'ur muqam san'ati to'g'risidagi tadqiqotida Uyg'ur muqamining kelib chiqish manbasi, uning har qaysi joylar va davrlardagi shakllari, taraqqiyot jarayoni, Uyg'ur klassik muzikasi 12 muqamning shakllanishi, tarixiy qismatlari, uning muzikalik, estetikalik va tekstologiyalik xususiyatlari, estetikalik va semantikalik qimmati, xalqaroliq ahamiyati, Uyg'ur muqamlariga varislik qilish va uni rivojlantirish yo'llari qatorliq masalalarni nihoyatda tafsili va ro'shan yo'ritib berdi. Abdushukur apandining Uyg'ur muqamlari Uyg'ur muqamlari to'g'risidagi nuqtai nazarlarning meg'izliq yeri shuki, Uyg'ur muqamlari qandoqdir arab madaniyati va hindi san'atining eshindilaridan qo'pirilgan sun'iy jonsiz gavda emas. Balki Uyg'ur etnologiyalik madaniyatining tarixiy yiltizdan ko'klab chiqqan gulzorliq. Uyg'ur muqamlarining haqiqiy onasi Uyg'ur xalq mashrab muqamlari, Uyg'ur al-nag'ma san'ati va Uyg'ur folklor madaniyati bo'lib, u Qashqar muqami, Kucha muqami, Do'lan muqami, Xotan muqami, Qumul muqami, Turpan muqami va Ili muqami asosida barliqqa kelgan va rivojlangan. Uyg'ur muqamlari noqul muzikalik san'at emas, balki muzika, naqsha, she'r, usul, teatr va chalg'u asboblari qatorliq omillarni bir gavda qilgan ko'p janrliq va mo'l mazmunliq, shundaqla eng faoliyatchan, eng nafis nag'malar tizmisi. Shunga Uyg'ur muqamlaridan xabardor bo'lmay turib, Uyg'urlarning falsafaviy, badiiy, axloqiy va g'oyaviy ideologiyalik madaniyatini, Uyg'urlarning xarakterini, milliy hissiyot urg'ularini va boshqa milliy psixik tuzilmasini tushunish
mümkün emas. Moşu məndən etqanda Uyghur muqamlarını Uyghur mədəniyyət xəzinəsinin aşqışlarından biri deb qarashqı boludu. Mayanımı biraz qısqartıb etay. Umuman Abdüşkür Muhammad Eminning Uyghur muqam san'ati to'g'risidagi tadqiqoti alohida gavdalik bo'lib, u bu sohadimi o'zi uchun ham o'z xalqi uchun bir munar tikladi. Shunga 1992-yil 10-oyda Beijingda o'tkazilgan Uyghur muqamlari xalqaro ilmiy muhokama yig'inida Abdüşkür Muhammad Eminga muqamshunos, muqam san'ati olimi degan sharaflik nom berildi. To'rtinchi, G'arbiy diyor Toshkemir san'atiga doir tadqiqoti. Bu tadqiqot olimning G'arbiy diyorning buddizm davridagi binokorlik, haykaltirashlik, naqqoshlik, rassomlik, o'ymachilik sohalaridagi tadqiqotiga qaratilgan. Ipak yo'li echilishdan ilgirla bu zaminda ko'plagan qiyotash rasmlari va qadimki qabrgohlar, shahar qal'alar, laydin yoki tushdan yasalgan ekollar, ya'ni butlar bo'lgan. Keyin Ipak yo'li echilib, uzoq o'tmay barliqqa kelgan buddizm san'ati bu diyorning tasviriy san'atiga yangi kuch beg'ishladi. Xotandan Qumolgacha bir qator Budda ibodatxonalari, rohiblar, istiqomatgohlari, Budda hikmat zollari, Budda toshkemirlari va ming uylari maydonga keldi. Uningdagi ikonlar, qo'rchoqlar, tom rasmlari, sizma va yog'och o'yma rasmlar, ipak sizilgan rasmlar qatorliq san'at buyumlari hajmining cho'nligi, ko'rinishning rangdorligi va ko'rkam nafsligi bilan hayron qolarlik edi. G'arbiy diyorning bu Toshkemir san'ati davrimizga yetib kelguncha vaqt ekaklarining ekaktishi bilan buzilib xarobilashga boshlagan edi. Bu madaniy yodgorliklar o'z zamoni uchun nihoyatda yuqori badiiy va ilmiy qimmatga ega bo'lsa-mu, lekin vaqtning o'zgarishi bilan kishilarning xotirasidan ko'tarilib ketayotgan edi. Nihoyatda yuqori moliya kuchi va madaniyat fondi asosida barliqqa keltirilgan mushundaq bir buddizm san'ati xazinasini mukammal bir o'rnak kitob shaklida bo'lsa-mu, o'lmaslik holatiga keltirishdan iborat ashundaq bir ulug'vor g'oyani ko'ngliga pukkan Abdüşkür Muhammad Emin qancha-qanchalgan kitoblarni ko'rib chiqqan. Nurg'unlagan Budda ibodatlarini ziyorat qilgan. Uningdan boshqa yana ayni chog'larda Angliya, Germaniya, Yaponiya, Rossiya qatorliq davlatlarga elib ketilgan Xinjiang Toshkemir san'ati javharlarining ranglik fotosurat nusxalarini amalning boricha qo'lga keltirib, texmi aniq bo'lgan birinchi qo'l materialga ega bo'lgan. Va bu materiallar asosida keng tadqiqot elib berib, Kusan usuli haqida, qadimki Kusanning klassik usuli, Kusan madaniyati va usul san'ati, Kusan rasmlarining estetik eni to'g'risida, islomiyatgacha G'arbiy diyor usul san'atining tasviriy uchuri, Sharqiy Tianshan etikida qadimki madaniyat izlarini tekshirishdan doklad, G'arbiy diyor Toshkemir san'ati qatorliq nurg'unlagan ilmiy asarlarni e'lon qildi. Va shu asosda G'arbiy diyor Toshkemir san'ati xazinasi degan kitobni yozib chiqdi. Shuning bilan Uyg'ur madaniyatining tarixiy futuhlarini yo'ritib berishda muhim rol o'ynab, yo'qolish xavfi ostida turayotgan G'arbiy diyor Budda san'atini qayta hayotiy kuchga ega qildi. Abdüşkür Muhammad Emin G'arbiy diyor Toshkemir san'ati xazinasi degan kitobida Xinjiang Toshkemir san'atining kuchlik yerlik puroqqa va quyuq milliy alohidlikka ega ekanligini, ming uy san'ati bo'lsa, Xinjiangdagi qadimki qiyotash san'atini asos qilish bilan birga Hindi, Qandigar,
grek va o'ttiri tuzlanlik san'ati uslubidagi ilg'or omillarni qabul qilish asosida shakllangan va taraqqiy qilganligini ilmiy asosda yoritib berdi. Şun bu kitap Uyg'ur madaniyati sistemasida g'oyat zo'r ta'sir qo'zg'aydigan madaniyat al-ihromining biri hisoblanadi. Kelimsil qurvatida biroz suv ichib olay. Qolgan 2 nuqtani o'qishdan ilgari. Butulkaga suv tayyorlab qo'yib, elevishni unutib qaptimi? Azroq qarayay. Biz kichik vaqtimizda qarayaydik Urumchida muzlarni. Muzlar balkim ancha pokiz bo'lmasligi mumkin, lekin qor shundoq Urumchida oppoq qor yog'adi. Mening qartlar shundoq. Bekbetga. Tağda quyosh o'ltirib ketsa, atrofda qorong'u bo'lib qoldi. Onasi gün keçid qor yog'di deyapti. Boshlatay, qor yig'inlar keldi-ku deyman, ha. Paks qara. 5. Uyg'ur millatining ma'naviy illatlarga doir tadqiqotdi. Bu haqda yozilgan maqolalarni munberimizda o'qib beryapman. Davomli o'qib berman. Xudoyim buyursa. Xo'sh. Abdushukur Muhammad Emin Uyg'urlarning makan ufqida turgan qiyofatini ko'rish va zamon davonida tutgan obrazini bilish uchun uning qadimgi davrdan hozirgacha bo'lgan madaniyat tarixini tadqiq qildi va shu orqali Yipak yo'lidagi Uyg'ur qatorliq millatlarning Yipak yo'li davrida 9 hikmatga ega ma'rifatlik millat ekanligini dalillab, kishilarga iftixorlik beg'ishladi. Shuning bilan birga millatimizning ijtimoiy va ruhiy muhitida saqlangan ham asrlar davomida nurg'unlagan fojialik voqealar va hasratlik hodislarni paydo qilgan. Hozir va buningdan keyinmi ashundoq xavf tug'dirish ehtimoli bo'lgan ma'naviy illatlari to'g'risidami tadqiqot ilib berib, hashamatxo'rlikning unchun kasofati, an'anaviy ong va zamonaviy ong bir-biriga o'xshashmaydigan ikki xil milliy uyg'unish, ruhni saqlamlashtirish, millatni gullantirishning muqaddimasi, hasadxo'rlik haqida hasratlik xiyollar, millatning birlik hamdamligi va uning yurtbozlikqa yamligi, millatning o'z-o'zini bilishi, Yipak yo'lidagi bir cho'ng illat, Yipak yo'li va to'gi qush ruhi qatorliq nurg'unlagan ilmiy maqolalarni e'lon qilib, Uyg'ur millatining ruhiyat qurilmasi, madaniyat psixikasi va turmush shakli jihatdagi bir qator illatlarni ichib ko'rsatdi. Bir millatning qaysi etnik turkumiga mansub bo'lishidan qat'iy nazar, uning tarix sahifasida va dunyo sahnasida mavjud bo'lib tura olishi nurg'un omillarga bog'liq. Lekin bu omillarning ichida hammadan muhimi va hamma vaqt boshdan kechirishga tegishli bo'lgani uning ruhiyat qurilmasidir. Millat turkumi o'zining ibtidoiy davridala diniy e'tiqod, murosim, urf-odat, qoida-yo'sin va kishilik turmush qarashlari orqali o'zining ruhiyat ritmini shakllantirgan bo'ladi. Millatning mavjud bo'lib tura olishi va o'z iqtidorini to'liq joriy qilib, yuqori kamolatga qadam qo'ya olishi uning ruhiyat qurilmasini oldingi shart qiladi. Uyg'urlarning ruhiyatidagi nachar illatlar bir
uchur bo'lib, u tarixiy kechirmishlarning ma'naviy latqalaridan xabar beradi. Abdushukur Muhammad Emin Uyg'urlarning ruhiyatida yakka hayot kechirish iqtidori kuchlik, ammo milliy uyushchanlik iqtidori ojiz. Savdo va tavakkulchilik iqtidori kuchlik, ammo siyosiy faoliyatchanlik iqtidori ojiz. Hissiy bilish iqtidori kuchlik, ammo aqliy bilish iqtidori ojiz bo'lishdek nuqsonlarning borligini. Bu ojizliklarning konkret ifodaları, ishki ittifoqsizlik, tamaxo'rlik, ya'ni ruhiy tilamchilik, xushomatchilik, ikkiyuzlimilik, ya'ni munofiqlik, chiqimchilik, sotqunlik, rahimsizlik, zolimlik, takabburlik, mansabxo'rlik, shuhratparastlik, nomardlik, hasadxo'rlik, aldamchilik, fitnaxo'rlik, oshko'zlik, hamoqatlik, tentaklik, o'rinlik, yavoyi, havasxo'rlik qatorliq jihatlarda ko'rilganligini ko'rsatib berdi. Abdushukur Muhammad Emin o'z millatining nuqsonlarini bayqash, ichib tashlash va tuzitish masalasini eng dastlab o'tirg'a qo'yg'uchilarning biri. Biroq o'z millatini hissiy muhabbati bilan so'yadigan ba'zi oq ko'ngil kishilar dastlabki chaqlarda buni to'g'ri tushunib ketolmay, bu o'z millatimizni so'kkanlik, millatimizning obrazini xunuklashtirganlik, ma'rifatchilarning fojialik taqdirini chillig'anlik deyishdi. Bilish kerakki, hozir uchur davri, raqobat davri. Bu hol bizdan g'aflat uyqusidan darhol uyg'onib, dunyoga ko'z tikishni talab qiladi. Bir kun kechikib uyg'onish davrdan necha yil, hatto necha 10 yil keyin qolganlik bilan barobar bo'ladi. Shunga bekirmechilik, nodonlik, hamoqatlik qatorliq nachar illatlarni cho'rib tashlab, ruhiy jihatdan poklanishimiz, har tarafga yo'l ichish va atrofliq qabul qilish ruhimizni yetildirib, tashqi dunyodan kuch-quvvat elib turishimiz, hissiy tafakkur olamiga o'tishimiz lozim. Shunda qilgandala o'zimizni ro'naq topqizib, dunyodagi madaniyat sapoyasi yuqori bo'lgan ilg'or millatlar qatoridan o'rin elish imkoniyatiga ega bo'la olamiz. Eng oxirgi nuqta, ya'ni 6-chi yangi qarash, yangi nazariyaviy yakunlar. Abdushukur Muhammad Emin o'zining ilmiy tadqiqoti asosida yozib chiqqan kitob maqolalarida bir qator yangi nazariyaviy qarashlarni o'tirib qo'ygan. Bu uning bir yurish yangi tafakkur qurilmasi bo'lib, uning asosiy nuqtalarini ixchamlab, tovandikicha ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda 16 nuqta bor. Birinchi, qatlam nazariyasi metodologiyasi qarashi. Ikkinchi, tarixni o'z uchur orqali tadqiq qilish metodologiyasi qarashi. Uchinchi, tarixning ikkiga bo'linishi qarashi. To'rtinchi, qismanlikda umumiylikning ifodalanish qarashi. Beshinchi, milliy madaniyat irsiyati qarashi. Oltinchi, milliy madaniyatning yo'qolmaydiganligi qarashi. Bu qarash tarixda asli nomi tarixiy qatlam shakli yo'qolgan millat va madaniyatlarni o'lgan millat, yo'qolgan madaniyat deyish to'g'ri emas. Chunki ularning keyingi qatlamdagi etnik va madaniyat turkumi saqlangan va davom qilgan bo'ladi degan qarashdir. 7. İnsaniyat madaniyat shunosligining bir butunlikka qarashi. 8. Milliy madaniyatning qatlamliq taraqqiy qilish qonuniyati qarashi. 9. Ikki madaniyat va 5 madaniyat tipi qarashi. 10. Sharq madaniyat uyg'onishining 3 bosqichi qarashi.
11. Yeni Şərq mədəniyyət oyğuniş bişartı qarışı. 12. Kelgüsü bu yerdən başlandı degan qarash. Bunun yani o'qib bu insoniyatning boylik, emgak va bozorlari qo'yuq markazlashgan cho'ng quruqliq, yanila Yipak yo'lini bo'ylab kengaygan asosda yangi gullanishga qarab yuzlanadi. Dengiz okean qatnashi ustunligi o'rniga yangi zamonaviy cho'ng quruqliq qatnashi ustunligi davri boshlandi degan qarashdir. On üçüncü. O'rta Osiyo madaniyatini Yipak yo'lidan ilgirki davri va keyingi 3 tarixiy davri deb ayirish to'g'risidagi qarash. 14. Qatlamliq estetika sistemasi qarashi. 15. Falsafa islohoti qarashi. 16. Muqam madaniyati qarashi. Bu qarash Uyg'ur muqam madaniyatining nuqul muzika madaniyati bo'lmay, balki bir bütün Uyg'ur etnik madaniyati asosidagi folklor madaniyati ekanligi to'g'risidagi qarashdir. Diqqat qildinglar, bu 16 nuqtani hammasini tafsiliy o'qib bermadim. Xo'sh, davomlashtiray. Abdushukur Muhammad Eminning bu ko'z qarashlari uning aloqador kitob va maqolalarida ro'shan bayon qilingan. Lekin uning chilliq darajasi davomli turda amaliyotning siniqidan o'tish bilan isbotlanadi. Abdushukur Muhammad Emin o'zining qisqagina hayot musofasida O'rta Osiyo madaniyati tarixini, bo'libmi Uyg'ur madaniyati tarixini yo'ritib berishdek mushundaq bir ulug'vor g'oyani amalga oshirish yo'lida harmay talmay izlanib, kishi qalbini suyundiradigan ajoyib zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi. U bu jihatda haqiqatan ulug'vor ishlarni qildi. Bu hech kim ko'z yumalmaydigan amaliy pakt. Abdushukur Muhammad Eminning ashu ilmiy emgaklari va qo'lga keltirgan zo'r muvaffaqiyatlarga asosan uni Uyg'ur madaniyati tadqiqotligining odamlar o'tib ketsin. Abdushukur Muhammad Eminning ashu ilmiy emgaklari va qo'lga keltirgan zo'r muvaffaqiyatlarga asosan uni Uyg'ur madaniyati tadqiqotchiligining peshvosi deb atashga haqliqmiz. Yuqorida Abdushukur Muhammad Eminning ilmiy tadqiqot temalarining asosli taraflari va muhim mazmunlari deb qaraganlarimizni ko'rsatib o'tdi. Lekin bu hargizmi uning tadqiqoti ashu bir qancha masala bilan cheklanadi deganlik emas. Olim Abdushukur Muhammad Eminni texi to'liq o'rganib bo'lolmaganligimiz, uning asarlarini to'liq o'qib chiqish va tadqiq qilishdan texi xeyli jiroq turganligimiz uchun uning tadqiqot temalarining hamma mazmunlarini to'liq yo'ritib bera oldik deb ayta olmaymiz. Buning uchun yana davomli izlanishga, tadqiq qilishga to'g'ri keladi. Tamam. Bu maqola sal uzunroq, lekin nihoyatda tafsiliy yozilgan. Marhum olimimizdan ayrılganımızga 30 yıl bo'lgan bugungi kunda bu maqolani mening o'qib berishim, sizlarning anglashinglar nihoyatda ahamiyatli deb bilaman. Marhum olimimizning makoni nurlar ichida bo'lsin. Ma'qul emsa, bugun mushunchalik o'qiyli, kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Aman bo'layli. Xayr olsun. Voy, maqolni endi o'qib olsam, yana keldingmi? Men bilan ko'rishgili. O'tin, rahmat. Ya kaynim turib angladingmi ya? O'tin, necha xo'sh qilyapting-a?
Yo'q, bu bayqush emasga, bayqush beklam kichikdi. Bu cho'nkan. Voy. Voy voy voy. Ullallalla. Ullallalla. O'tin. Hamma yana qora. Peshib ketgandan keyin. Ullallalla. O'tgan yilimi mushada Xalida opayningki rasmini o'qisam, shundoq kiyiklar atrofimda yurib xush qilayotgandi. Ya. Bir nallanım ağaç kelgan bo'lsam beratganman. Uy, o'tin. Eslamadi. Hey, yashash kerak, ha? Yashash kerak. So'roq bo'lsinmi? Azobli bo'lsinmi? Xayr, xush. Maktabdami? Xush. Yolg'iz qo'yib ketkim kelmayotdi. Boshqa yoqqa boramsamdi. O'tixi. Aramın qo'yay sen, ha? Aramın qo'yay. Xotirjam ya. Ana birdamda kash bo'ldi. Mana bu biz Çankıtayıldıgan yanın xaritasi. Pastki tog'liq kent 1800 metr egizlik sasvi. Bu yerdan ko'rilib chiqib. Biz hozir mayada metrlardan 500 metr egizlikda. Hamda bu yerdan atrofga mana shunday 4000 metrdan oshadigan cho'qqilar ko'rib bo'ldi. Eng egiz cho'qqa dom cho'qqisi. Yani 4545 metre egizlikdagi cho'q. Atrofda mana shunday cho'qqalarni ko'ramiz.
Bugün hava o derecede mi yaxşı emas. Şundaq tumanlıq. Ətrafının bek eniq kögül bulmaydı. Şunun üçün adamlar yok. Adette mağlum kız servislərdə adamlar gelip gitti. Afsus. Şakası yok. Sen yalnız bassak mı? Hazırkı ornum 3500 metre egizlikdə. Şunda bolğandan keyin mağlum nefesdə biraz qısılış boludu, lekin biraz da күн уағандан keyin yana şunda yaxşı. Yerdeki muzlarını tünügün hava uçup bolğanda күн nurda şundaq çıraylık palqırap ketdi ekan muzlar. Muzluqlar da. Bugün işte mükemmel. Şakası yok. Dikkat qilib terilsam bo'ldi. Wow. Bugün acayip çıraylık bir gün oldu da talihimizge. Bugünkü hava bilen hiç qandaq alakası yok. Şundaq güzel bir gün oldu. Yaxşı, çanqa teyiliş nasip olsun. Ne kadar güzel. Şunu 500 metreye gidiyor. Şıkır. Bugün hava yaxşı bolaşqa, adamlar şundaq ki, hazır tünügün yaxşı köslemge buzluqlarını yaxşı kösleyəcək. Quyaş barmaq. Çırayıraq ki. Tünügün anç eniq görəngen buzluqlar. Dursa yeri qılır.